bir kunda 20 mingta so'z aytadi. Bu erkaklarda 13 mingta so'z ko'p aytadi deyilgan ekan. Garchi garderob to'la kiyim bo'lsa ham, ayol umrining bir yilini kiyish uchun qaysi ko'ylakni tanlashga sarflar ekan? Ayollar erkaklarga nisbatan 3 barobar ko'proq ko'z yosh to'kishar ekan. Eng yig'loq ayollar turklar, eng yig'loq erkaklar esa italyanlar ekan. Eng yig'iga xasislar esa bolgariyaliklar hisoblanadi. Bitta ayol umri davomida o'rtacha 2-3 kilogramm lab bo'yog'i yeb qo'yar ekan. Tadqiqotlar ayol bir yilda ko'zgu qarshisida 120 soatini, ya'ni 5 kecha-yu 5 kunduzini sarflashini ko'rsatadi. Kimdir chaqirganda erkaklar gavdasini burib qarasa, ayollar bo'ynini yordamida qayrilib qo'ya qolar ekan. Chunki ayollarning bo'yni qayishqoq bo'lar ekan. Qo'l telefonini ko'chada yo'qotib qo'yadigan erkaklardan ko'ra, telefonni tez-tez o'z sumkasida yo'qotib qo'yadigan ayollar soni ko'proq ekan. Dunyodagi 2%gina ayol o'zini chindan ham go'zal deb hisoblashar ekan. Ayollar erkaklarga qaraganda sodda va ishonuvchan bo'ladi. Ularni 15 soniya ichida ishonchini qozonish mumkin ekan. Erkaklarga nisbatan 2 marotaba ko'p kiprik qoqadigan ham, ko'zoynagi boshida bo'la turib uni uzoq izlaydigan bunlar ham